Birinchi ma'ruzachi nafas oladi. Xo'sh, barchaga salom. Men juda ajoyib reklama platformasi haqida sharh bilan o'rtoqlashmoqchiman. Menimcha bu. Bu oz-ozdan tushunarli, to'g'rimi? Natijalar shundayki, siz hech qayerga borishingiz, hech qayerga spam yuborishingiz yoki qo'shimcha hech narsa qilishingiz shart emas. Vazifa yaratdik, keyin esa natija sifatida obunachilar, referallar va faol referallar oldik. Hozir men sizga Royal Hog platformasida jonli misolda ko'rsataman. Bu qanchalik oddiy, qulay va zo'r ishlashini. Siz reklama uchun hisobingizni to'ldirdingiz. Men ham xuddi shunday qildim. Masalan, 3 ta chiziqni bosasiz. Reklama beruvchiga, agar bajaruvchi bo'lsangiz, bajaruvchi ham vazifalarni bajarib, asosiy hisobiga qo'shimcha pul olishi mumkin. Lekin hozir biz reklama beruvchi bo'lamiz. Bu imkoniyatni boshqa odamlar bilan bo'lishamiz. Shunda boshqa odamlar bizning yo'nalishlarimiz bilan tanishib, bizga natija olib keladi. Ko'ryapsizmi, to'g'rimi? Demak, kimdir tezer reklamasi, banner reklamasi ham qiladi, to'g'rimi? Yangi auditoriyani qandaydir bir yo'nalishga jalb qiladi. Keling, bunga qaraylik. Men barcha vazifalarni bosaman va biz bu yerda nima yaratganimni ko'ramiz. Ma'lum bo'lishicha, menda juda ajoyib gilof bor ekan. Men oylab topgan narsamdan shunchaki xursandman. Qarang, nima bo'ldi. Reklamadan $5 bor, $70 qoldi. 27 ta tugallandi. Yana odamlar vazifalarni bajaradilar. Bu yerga diqqat bilan qarang. 55 ta xabar. Va shunday qilib siz kirib kelasiz va yangilari keladi. Va asosiysi, ularga bu yo'nalish yoqdi va ular kelishdi. Ular bunga qiziqish bildirishdi. Bu shunchaki aql bovar qilmaydi. Shuning uchun, do'stlar, ushbu platformadan foydalaning. Qani, reklama qilaylik, pul ishlaylik, daromadingizni hamda jamoalaringizni ko'paytiraylik. Keling, odamlarga ushbu platforma orqali pul ishlashni boshlash imkoniyatini beraylik.